Görüp turganınızın dəhşət qılıb işləngan dostlar. Zor variantdakisi. Məsələn, bir ziyafətə barıb qaldınız, uyda oturubsuz, bir xushbo'y hid kelib turibdi. Qayerdan kelib turibdi deb do'stlaringiz so'rasa, bemalol mana oyog'ingizni shunaqa qilib ko'tarasizda, meni naskimdan kelib turibdi, hidlab ko'r deb bemalol. Sizlarga hozir giyib ko'rilmagan variantini sizlarga obzor qilib o'tamiz. Gördingizmi? Mana bu joydan cho'ntak bor. Haj umra safariga juda ham loyiq bo'ladi. Agar kundalikka kiyamasangiz ham bo'ladi. Sifatlilarini olib kelamiz mana. Ko'rib turibsiz, bulardan ham razmerlarimiz. Zamish variantdagi men hozirda giyib turganimni narxi sal arzonroq. Ya'ni negaki bizaga sifatga, narxga ishonadi. Oho, zo'r barsovkamiz kelibdi-ku. Dahshat ekan padoshlarim, demayman. Assalomu alaykum, Kral brend obunachilari. Sizlarga yana xudo xolasa biza oyoq kiyimlarni kelishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, Mekamillo brendidan, Chalex brendidan zo'r oyoq kiyimlarimiz kelgan. Barsovka, tufli, mokasin variantdagi bugun videomizda xudo xolasa hammasini obzor qilib o'tamiz. Hozirda zo'r oyoq kiyimlarimiz bahorgi, qishki mavsumiga to'g'ri keladigan variantdagilar kelgan. 100% naturalniy koja bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yumshoqligi ham dahshat variantda. Bular ham baholar bilan sizlarga xudo xolasa ipindaginasidan aytib o'taman. Instagramdan kommentariya plus qoldirib girgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bizani YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. YouTube kanalida sizlar navga ega bo'lasizlar, nechik materialdan ishlangan, sizga nechik yarashadi, baholari necha so'mdan, hammasidan xudo xolasa bahobar bo'lib o'tirasizlar. Men hozirda havo pagoda salgina issiq bo'lgani uchun shunday obrazda turibman. Bu obrazda sizlar ofisda giysizlarmi, ishxonada giysizlarmi, nera giysangiz ham zo'r yarashib turadigan variantda giyib turibman do'stlar. Göyneklarimiz e'tibor beradigan bo'lsak, göyneklarimizni 20 xil assortimentlari mavjud. Sizlar bizlarga Telegramdan yozsangizlar, rubashkalarimizni videosini, to'liq videosini tashab qo'yamiz. Biz YouTube kanalimizga joylab qo'yibmiz. Agar hozirda YouTube kanalimizga kirib ko'rsangizlar, rubashkalarning narxlari bilan aytib o'tilgan videolari mavjud. Hozirda toza tovarlarimiz, yangi tovarlarimizdan jaketlarimiz kelgan, keyin Turkiyada ishlab chiqarilgan galstuklarimiz kelgan, keyin Pikas brendining shimlarimiz kelgan, keyin shunga tushadigan zo'r variantdagi mokasinlarimiz, ya'ni loafer, zamish siniy svetdagi mokasinlarimiz kelgan. Xudo xolasa hammasi haqida to'liq obzor qilib o'tiramiz. Choy va qahvalaringizni tayyorlab o'tirish esdan chiqmasin. Bilaman, albatta salbiy va ijobiy fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Viloyatlardan bizlarni kuzatib o'tirgan obunachilarimiz, sizni uyingizdan xudo xolasa siz yashaydigan tumanmi, shaharmi, bu tez pochta orqali dastavka qilib beramiz. Videoni diqqat bilan ko'ring. Bemalol bizlardan butun O'zbekiston bo'ylab xarid qilsangizlar bo'ladi do'stlar. Hozirda men sizlarga bir tuflini aytib o'tchakman. Shu Mekamillo brendidagi temniy siniy svetdagi videomizda, avvalgi videomizda shu tuflimizni obzor qilib, o'zim giyib obzor qilgan edim. Bundan tugab qolgan edi do'stlar. Zakaz bilan yana sizlar uchun oldirtirdik. Zo'r variantdagilari kelgan. Narx ham, o'z ham, sifat ham yaxshi. Kaminda 2 yil giyadigan variantdagi zamish, ipli, ipsiz variantdagi tuflilarimiz kelgan. Ko'rib turibsizlar, Oxford variantda. Men buni o'tgan videomizda shikarni, ya'ni ruschasini shikarni deb aytgandim. Hamma mijozlarimiz shu shikarnidan bering deb bizlarga yozdilar Telegram orqali. 93 929 13 13 raqamlariga murojaat qilsangizlar, Telegram orqali murojaat qilsangizlar, darrov sizlarni xudo xolasa murojaatlaringizga javob beramiz do'stlar. Telefon qilsangizlar, ajdaniyada tushib qolishlaringiz mumkin. Endilikda hozirda 40 razmerdan boshlab 45 razmeradan zamish tuflilarimiz keldi. Narxlari 280 ming so'mdan bo'ladi Mekamillo brendidan. Bundan xudo xolasa kim xarid qilaman desa, hozirda hamma razmerlari mavjud do'stlar. Xohlasangiz siz Toshkent viloyati, Toshkent shahrida bo'ling. Xohlasangiz Buxoroda, xohlasangiz Samarqandda, xohlasangiz Surxondaryo, xohlasangiz Sirdaryoda bo'ling. Bemalol bizlarga zakaz qildirsangizlar bo'ladi. Hozirda ko'rib turganingizdan 1-2 pachka hozir bizga toza tovar kelgani, bularning 2 pachkasini olib chiqdik. Lekin bizda bundan ko'p bemalol zakaz qilaverasizlar. Bizani 22 ming obunachimiz ham xudo xolasa yetadigan miqdorda olib kelib qo'yibmiz do'stlar. Endilikda zamish variantdagi men hozirda giyib turganimni narxi sal arzonroq, ya'ni 250 ming so'mligi. Ko'rib turibsiz, mokasin, ya'ni loafer variantda bo'ladi. Yumshoqligi dahshat, original Mekamillo brendiniki bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek dahshat variantdagi zo'r oyoq kiyimlarni xarid qilamiz sizlar. Hozirda razmerlari 44, 42, 42, 41, 39 razmer chiqar ekan. 39, 40, 40 razmer. Ya'ni bu 44 razmerdan 39 razmergacha chiqadi. Ya'ni 39 dan 44 gacha chiqadi do'stlar.
bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Narxi 250 ming so'm. Hozirda 44 razmerni ko'rib turibsiz ekan. Mana podoshlar ham dahshat do'stlar. Endi buni hozir mana shu joyga reklama qilib qo'yamiz deb turgan edik. Bu bir mijozimiz kelib giyib ko'rdi. Men sizlarga hozir giyib ko'rilmagan variantini sizlarga obzor qilib o'tamiz. Ko'rdingizmi? Mekamello. Shuning upakovka, shuning sifatli kачественный oyoq kiyimlarni bizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 250 ming so'm bo'ladi. 39 dan 44 dan razmerlari mavjud. Avvalgi videomizda zamishning 39 i bormi deb ko'p mijozimiz so'ragan edi. Ayttirdik. Bemalol bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Endilikda buni joyina qo'yib, sizlarga yana bir variantini obzor qilib o'tamiz. Bu sizlarga hozir 41 razmerini olaylik. Mana 41. Mana buni 42 sini olamiz. Nimagaki ikkalasi ham bir xil, lekin narxida farqi bor. Bu 280 ming so'mniki. Mana bu esa 250 ming so'mniki. Nima uchun narxida farqi bor? Xudo xolasa sizlarga tushuntirib o'tamiz. Qarang, buni padoshi chidamliligi yaxshiroq, hamda qalinroq qilib ishlangan. O'kchalik. Bu suv o'tkazmaydi, zax o'tkazmaydigan padosh bo'ladi. Hozirgi qishki mavsum ham, bahorgi mavsum ham to'g'ri keladi. Endilikda buni ko'rdingiz. Men hozirda giyib turganim shundan. Yarashib turishini e'tibor bering. Dahshat bo'lib turadi. Do'stlar, ko'p mijozlarimiz nechun oq noski kiyasan deb aytgan ekan. Oq noskini nimaga kiyamiz? Bu sizga qulay bo'lsin. Kiyib turgan oyoq kiyimimizni ko'ring. Shundan zakaz qiling degan niyatda oyoq kiyim, ya'ni noskini oqidan kiyamiz. Qarang, buni ichida oq tursa, boshqacharoq ko'rsanadi, ya'ni alohida bo'lib ko'rsanib qoladi. Agar buni ichidan sinini giysangiz ham bo'ladi, korishnoy giysangiz ham bo'ladi, qora kiysangiz ham bo'ladi. Noskilarimiz haqida to'xtalib o'taman do'stlar. Ko'rib turibsiz, narxi 250 ming so'mniki bor, keyin 280 ming so'mniki bor. Kimga qanaqa varianti ma'qul bo'lib, kimga qanaqa varianti yoqadigan bo'lsa, bemalol hozirda hammasining razmerlari bor, bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Endilikda 280 lik bilan 250 ming so'mlikni ko'rdingiz. Hammasidan 40 dan 45 dan, mana bundan 39 dan 44 dan razmerlari mavjud. Endilikda dvoykalarni olib kelganmiz. Xudo xolasa dvoykalar haqida video ishlab YouTube kanalimizga joylaymiz. O'zlaringizda dvoyka bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa jinsilar bilan kiyaman desangizlar, shunday barsovkalarimiz kelgan siniy svetda. Avvalgi videolarimizda bularni obzor qilib o'tganimizda ko'p mijozlarimizga 7000 qoldi do'stlar. Nimagaki Xorazm ham katta yer. Xorazmdan hamma tumanlaridan, hamma shaharlaridan Kral brenddan kelib giyinadigan doimiy mijozlarimiz bor do'stlar. Reklamalarni ko'rmang ham, to'g'ri giyinasi kelsa, bizning magazinimizga kelib hamma kiyimlarni xarid qiladigan mijozlarimiz bor. Ular omadli mijozlar hisoblanadi. Nimagaki bizga sifatga, narxga ishonadi. Siz ham bizga sifatga, narxga ishonsangiz, bemalol 93 929 13 13 raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Telegram orqali murojaat qilsangiz, sizlarga dastavka qilib beramiz. 280 ming so'm narxi. Endilikda sizlar bilan kачествоni ko'rib chiqamiz. Qarang do'stlar, tikilishlari shunning orqasidan zamshviy material qo'yib tikilgan. Orqa tomoni oyoqni qavartirmaslik uchun yumshoq bo'ladi. Mana bu joylari setishning, lekin bu havo yubka yozgi variant emas. Bu hozirgi qish ham kuz mavsumina, bahor mavsumina to'g'ri keladigan varianti. Mekamello brendi tushirilgan. Mana bu joylar ham zo'r qilib ishlangan. Padoshina keladigan bo'lsak, padoshi yumshoq. Qarang. Yumshoqligini ko'rdingizmi? Yumshoq, mayin. 43-razmerni ko'rib turibsiz. Bu hozirda razmerni aytib o'taman. 40 razmerdan 45 razmerdan razmerlari mavjud. Bu Mekamello brendini originali bo'ladigan bo'lsa, mana shu originali razmerga razmer yuriydi. Ko'p mijozlarimiz men 43 kiyaman, Xitoynikidan 44 kiyaman deb aytadi. Lekin siz toshni razmer 43 kiysangiz, mana shuni 43 ni zakaz qilasiz, bemalol sizga razmerga razmer yurib, toshni bo'lib turadi. Ichki tuzilishini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ichki tuzilishini ham ko'ring. Ichki tuzilishlar ham sifatli qilib ishlangan. Mana. Dahshat qilib ishlangan. Ipli bo'ladi, ipidan foydalanmaysiz. U moda uchun turibdi. Ham rezinali bo'ladi ipli. Bu siniy svetini sizlarga obzor qilib berdik. Endilikda qo'shimcha yangi sveti, ya'ni bu svet yoz mavsumidan bahor mavsumidan to'g'ri keladi. Berjeviy svet deysami, ochiq korishnoy svet deysami, zo'r variantda ishlangan Mekamello brendidagi barsovkamiz do'stlar.
45 razmergacha razmerlari bor. Hozirda siz 45 razmerini ko'rib turibsiz. Ichi ham shunaqangi svetda bo'ladi, korичневый svetda. Narxi 280 ming so'm. Screenshot qilib oling, bemalol dostavka qilsak bo'ladi. Hozirda siz bizani kuzatib o'tirgan bo'lsangiz, agar sizga shunday oyoq kiyim yoqadigan bo'lsa, bemalol zakaz qilsangiz, dostavka qilib beraveramiz. Ko'rib turganingizdek, dahshat qilib ishlangan do'stlar. Zo'r variantdagisi. Endilikda qora svetni sevuvchi do'stlarimiz, qora svetni yaxshi ko'ruvchi do'stlarimizga qora svetlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Qora svetlarini ham siz bizdan zakaz qildirib olsangiz bo'ladi. 43 razmerni ko'rib turibsiz do'stlar. Ko'rib turibsiz, yumshoqligi dahshat qilib ishlangan. Zo'r do'stlar. Hozir ko'p viloyatlarda havo isidi, ko'p viloyatlarda hali ham havo sovuq, qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. Agar sizlarga sapoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, Salamander sapoklarimiz hozir ham mavjud. Faqat 42-razmeridan tepasi qolmadi do'stlar. 42 gacha kiysangiz 93-929-13-13 raqamlardan murojaat qilsangiz bo'ladi. Sapok, dublonka, alyaska kurtka, keyin norka telpaklarimiz, hamma qishki mavsumga to'g'ri keladigan kiyimlarimiz mavjud do'stlar. Video davomida jaketlar ham, sizlarga svetlarini ko'rsatib o'taman, narxini ham aytib o'taman do'stlar. Ko'rib turganingizdek 280 ming so'mdan barsovkalarimiz bemalol screenshot qilib olsangiz bo'ladi. O'tda yonmaydon, suvda cho'kmaydon, maza qilib kiyadigan, kayf qilasiz, giysangiz, bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Ko'p mijozlarimiz sifatsiz oyoq kiyimlarni kiyib, oyog'i terlab, hidlanib, ya'ni yuradigan bo'lsa, endi ko'p bo'ladi unaqa. Shu odamlarga mana bu oyoq dezodorantini tavsiya qilib qolamiz. Oyoq kiyimni ichiga tiqasizda, bitta urasiz, sepadi. Xushbo'y hid beradi. Mana 48 soat mobaynida dezinfeksiyalab turadi do'stlar. Bu narxi 40 ming so'm. Fransiyada ishlab chiqarilgan. Endilikda bular haqida ham alohida to'xtalib o'tamiz. Hozirda men sizlarga Chalix brendidagi oyoq kiyimlarimizdan obzor qilib o'tamiz. Buni ko'p mijozlarimiz sevib kiyadi. Buni bizada ustiga tozalaydigan sredstvolar, ya'ni kremlari, gellari bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Narxi 440 ming so'm. 39 razmerdan boshlab 44 razmerlari mavjud. Endi bu originalmi, original emasmi deb shubhalanishingiz mumkin. Bu haqiqatdan ham original bo'ladi do'stlar. Agar sizga 440 ming so'm emas, sizga 300 ming so'm tavsiya qilsalar, u original bo'lmaydi. Nimagaki o'zi bu endi bu davlat siri o'zi 400 dan qimmat keladi do'stlar. Ko'rib turibsiz? Yumshoqligi qarang. Mana bu padoshi ham bukshayadi buni. Nimasi? O'kchasi ham. Ko'rdingizmi? O'kchasi ham bukshayadi, o'rtasi ham bukshayadi. Boshi ham bukshayadi do'stlar. 100% naturalniy koja bo'ladi. Maza qilib kiyasiz. Bu 2023-yilda Kral brend ochilgan bo'lsa, 2023-yildan beri biz buni sotamiz. Do'stlar, buni kiyib yurgan mijozlarimiz bor. Oralaringizda bilaman, sizlar bizdan xarid qilib, maza qilib kiyib yuribsiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Necha yil giydingiz? Nechik sifati? Ham o'zingizda tozalaydigan bo'lmasa, bizlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, zo'r qilib xoshiyali, ya'ni tikinli qilib ishlangan, modali, ya'ni erkak odamni oyoq kiyimini nima qilib moda qilamiz desa, mana shunaqa variantda moda qilasiz. Ham buni kiyasiz, oyog'ingiz gilamning ustida yurgandek bo'ladi. Yumshoq bo'ladi. Gilamni ham qalini bo'ladi-ku, qalin, iplari qalin. Shu oyog'ingizni maza qilib, komfort darajasini kuchli qilib turadigan oyoq kiyimlardan biri bo'ladi. O'zi asli buni narxini biza 500 ming so'm, 500 dan ziyod qo'yishimiz kerak, lekin sizlar uchun 22 ming obunachimiz uchun 440 ming so'm qilib qo'yibmiz. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozirda ko'rib turibsiz, 40 razmerdan, yo'q, 39 razmerdan boshlab 44 razmergacha razmerlari mavjud. 39lar ham bor buni do'stlar. Keyin ochiqroq sveti kerak menga desangizlar, yana ochiqroq svetlarni ham xudo xolasa olib keltirib qo'yganmiz. Mana bu chiplarga e'tibor bermang. Chiplarini olib tashlaymiz. Bu Eko brendiniki bo'ladi. Shunaqa upakovkada keladi do'stlar. Ko'rib turibsiz. Bu Eko brendiniki. Ochiq korичневый sveti. Bemalol screenshot qilib olib dostavka qildirsangiz bo'ladi. Hozirda hammasining razmerlarimiz mavjud. Screenshot qilib oling. Qilib oling. Sizga aytayapman, qilib oling, screenshot qilib olib. Kam bo'lmaysiz buni kiysangiz, maza qilib kiyasiz. Oyog'ingizda nuqsoningiz bormi? Oyog'ingizda kasalingiz bormi? Terliydimi? Shu oyoq kiyimni tavsiya qilamiz. Maza qilib kiyadigan oyoq kiyim bo'ladi do'stlar. 440 ming so'm, 39 razmerdan 44 razmerlari mavjud. Endilikda meni oyog'im panjali, menga mokasin variant kerak desangizda, mokasin variantdagi panjali do'stlarimiz uchun mo'ljallangan Chalix brendidan 100% naturalniy koja bo'lgan. Yana kojalari ochib ko'rinib turibdi. Ko'rib turibsiz, koja. Mana bu joylar ham ochib tikilgan mana. Terilarni ko'rdingizmi? Endi mana bu brendlar ham tushirilgan do'stlar, qarang orqasiga.
Padoshi oyog'ingizni massaj qiladigan padosh. Hamma joyi yumshoq. Mana. Ko'rdingizmi? 100% panjali do'stlarimizga to'g'ri keladi. Mana panjasi. Ko'rdingizmi? Mana shu panjangizni o'lchab ko'rasiz. Mana shu nimangiz musht deysizmi? Shunaqa to'g'ri keladi mana. Ko'rdingizmi? Zo'r variantda. Mana bu pataki ham ustiga teri bilan qoplangan bo'ladi. Pasti yumshoq bo'ladi. Endi buni narxi 440 ming so'm. Bemalol zakaz qilib olsangizlar bo'ladi. Screenshot qilib oling do'stlar. Screenshot qilib olishlaringiz uchun men hozir sizlarga ko'rsatib turibman do'stlar. 100% naturalniy kojadan bo'lgan. Endilikda buni razmerini ko'rib chiqamiz. 40 razmer, 39 razmerdan boshlab, 39dan boshlab 44 razmerda razmerlari mavjud. Bemalol zakaz qilsangizlar bo'ladi. Endilikda bu üstü bıdır-bıdırroq koja bu, qalin koja. Endilikda sizga gladki, ya'ni yumshoq kojani ko'rsatamiz. Gladki. Buni razmeri 44-razmer ekan. Bu ham 100% naturalniy koja bo'ladi. Chalexniki padosh ham yengil, ya'ni geloviy padosh. Buni ustaga olib borib nima qilib qayta ishlov bermaysiz. Maza qilib 3 yil kiyasizmi, 4 yil kiyasizmi, bundan o'zingiz bezganingizdan keyin ko'chaga olib chiqib qo'yasiz. Olib ketsalar olib ketdi, olib ketmasa yana obratni olib kiyaverasiz do'stlar. Nimagaki naturalniy koja tana manada, ya'ni umuman to'zmaydi. Silikon ko'rib turibsiz, yumshoq bo'ladi mana. 440 ming so'm Chalexniki bo'ladi. Bemalol zakaz qilsangizlar bo'ladi, screenshot qilib oling. Dahshat qilib ishlangan do'stlar. Bu panjali do'stlarimiz ham to'g'ri keladi. Panjasi yo'q do'stlarimiz ham to'g'ri keladi. Endilikda hozirgi bahorga, kuzga kiyadigan zo'r oyoq kiyim kerak desangizlar mana. Yumshoqligini ko'rdingizmi? Mana. Yumshoq. Ko'rdingizmi? Zo'r variantdagi mana bu joyida rezina qo'yilgan. Naturalniy koja bo'ladi mana. Kojalari ochib tikilgan, ko'rdingizmi? 100% naturalniy koja bo'ladi. İçi ham naturalniy koja, mana bu joy ham 100% naturalniy koja bo'ladi mana. Ko'rib turibsiz? Narxi 440 ming so'm. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 39 razmerini ko'rib turibsiz. 39 dan 44 gacha razmer bor. Eko brendiniki bo'ladi do'stlar. Bemalol zakaz qilsangizlar, dastavka qilib beramiz. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar naqadar baxtlisizlar, kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Endilikda yana Chalex brendindagi qalin kojamizni obzor qilib o'tamiz do'stlar. 100% mana teri. Mana ko'rdingizmi? 100% teri. Mana bu joylar ham padoshiga e'tibor berdingizmi? Muloyim. Padoshi ham zo'r qilib ishlangan. Endi mana qarang. Terini ustiga teri qo'yib qoplama olingan mana. 100% naturalniy teri. Bu teri bo'lsa, oyog'ingiz terlamaydi. Mana bu joyi yumshoq. Yumshoq qilib ishlangan. 440 ming so'm. Bemalol zakaz qilsangizlar bo'ladi. Hozirda buni razmerlari 40 razmerdan 39 razmerdan 44 razmergacha razmer bor ekan do'stlar. Screenshot qilib oling. Bemalol dastavka qildirsangizlar bo'ladi. Bahor ham to'g'ri keladi, kuzga ham to'g'ri keladi, qishga ham to'g'ri keladi. Yozda ham kiyib yuborsangiz ham bo'ladi, xudo xolasa. 100% naturalniy koja mana. Bemalol zakaz qilsangizlar bo'ladi. Endilikda Nabuk oyoq kiyimimizni, ya'ni Chalex brendiniki 44 razmerini ko'rib turibsiz. Bu qora sveti. Screenshot qilib oling, 440 ming so'm. Nabuk oyoq kiyim zo'ri. Endilikda buni siniy sveti. Siniy svetidan hamma razmeri 39 razmerdan 44 razmerdan razmerlari mavjud. Yumshoq variantdagisi bo'ladi do'stlar. Bu ham pasti ham teri bo'ladi, ichi ham teri bo'ladi mana. Ko'rib turibsiz, yumshoq qilib ishlangan. Bemalol zakaz qilsangizlar bo'ladi. Hozirda hamma turidan hamma razmerlarimiz mavjud. Bor payti, razmerlari bor payti zakaz qilsangizlar bo'ladi. Endilikda qarang, masalan, temniy korishnoy svetdagi kremimizni obzor qilib o'tamiz. Temniy korishnoy bo'ladi. Ko'rib turibsiz, sifatli qilib ishlangan. Endilikda bu qayerda ishlab chiqarilganligi ko'rsatilganmi hozir? Bu Silver brendi Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Adashmasam, ha, mana. Сделано Turkiya. Mana Turkiyada ishlab chiqarilgan. Ruscha yozilgan ekan. Buni qorasi, besvetnisi, korishnoy sveti mavjud. Mana bu besvetnisi. Haqiqiy yog', mana ko'rdingizmi? To'kilib ketmaydi. Agar bu sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, ochganingizdan to'kilib ketadi. Hamma joyini vayron qilardi. Mana bu joyda nimasi bor? Gubkasi mana.
Xohlasangiz buni ham qo'shib yuboramiz sizga. Agar viloyatlardan kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, buni narxini ham aytib o'tamiz. Narxi 12 ming so'm. Zamush uchun mo'ljallangani sinisi, besvetnisi, qorasi bor 48 ming so'm. Keyin gubkalarni o'zi oddenlisi bor, keyin zamushni gubkasi bor. Zamushni gubkasi mana 18 ming so'm. Zamushni gubkasi, zamushni olib mana shuni artasida chang bo'ladi-ku, mana 3-4 ta oq narsani ko'rib turibsiz? Mana. Ko'rdingizmi? Mana. Ko'rdingizmi? Dahshat variantdagisi. 18 ming so'm bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Ba'zi bir original sredstvolar, ya'ni original oyoq kiyim uchun ishlatiladigan cho'tka, gubka, kremlarni originalini xarid qilsangiz, ba'zi bir zo'r bo'ladi do'stlar. Nimagaki mana bunaqa zamushiy telpaklarimiz, prezidentskiy telpaklarimizni ustini artsangiz ham bo'ladi. Oyoq kiyim artadigan zamushda. Faqat oyoq kiyimga ishlatgandan keyin bunga ishlatmaysiz, bunga ishlatgandan keyin oyoq kiyimga ishlatmaysiz. Hozir bulardan ham zakaz qilamiz, hozir razmerlarimiz mavjud mana. Bu 57-razmer ekan, kichkina razmer. Bu Rossiyadan keladi. O'zlarimiz ko'rib turganingizdek sifatlilarini olib kelamiz mana. Ko'rib turibsiz, bulardan ham razmerlarimiz mavjud. Endi rubashkamizni to'liq videosi bor. Shimimizni ham ko'rib turganingizdek narxi 200 ming so'm bo'ladi. Zo'r qilib ishlangan Pikas brendidan. Endilikda mana bu jaketlarni qora svetini ko'rib turibsiz. Galstukimizni temniy siniy svetini ko'rib turibsiz. Galstukimiz 90 ming so'm bo'ladi. Yanada ro'molchasi ham bor. Pijak kiysangiz mana shu joyiga tiqib qo'yasiz. Jaketni sizlarga obzor qilib beramiz. Jaketimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan Danlao brendi bo'ladi. Videoni diqqat bilan ko'ring, narxlarini ham aytib o'taman. Jaketlarimiz yangi kelganlari Danlao brendiniki bo'ladi. Narxi 275 ming so'm bo'ladi do'stlar. Ko'rib turibsiz, bu boshqacharoq sveti, ya'ni ochiq korичневый svet deysizmi, berichevый svet deysizmi? Endilikda men kiyib turganim qora sveti. Men hozirda 85 kilo chiqaman, L razmerini kiydim, 275 ming so'm. Buni razmeri 4, 5, 6 XL gacha razmer bor, ya'ni katta razmerlar ham mavjud. Hozirda men L razmerini kiyib turibman. Endilikda mana bu svetiga e'tibor bersangiz, haj umra safariga ketadigan do'stlarimiz, og'alarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz maza qilib kiyadigan varianti. Bu razmerini ko'rib chiqamiz. Narxini aytib o'taman. Buni narxi sal qimmatroq bo'lishi kerak. 405 ming so'm ekan buni narxi. Endi hozir men sizlarga kiyib ko'rsataman. Buni o'zimga bo'ladigan razmerini olib ko'rishim kerak. 3XL, 4XL. Hozir buni kiyib ko'ramiz do'stlar. Bu meni kiyib turganim 275 ming so'm. Ichki tuzilishini ko'raman desangiz, ichki tuzilishi mana qarang. Bir yon tomonida cho'ntak bor, ichki tuzilishida, ikki yon tomonida ham cho'ntaki bor. Hozirgi bahorgi mavsumga to'g'ri keladigan variantdagilar bular. Mana. Hozirda men o'zimga razmer topmadim. Bu 2XL razmerini kiyib turibman. Mana bu joyda ham cho'ntak bor. Haj umra safariga juda ham loyiq bo'ladi. Agar kundalikka kiyamasangiz ham bo'ladi. Zo'r qilib ishlangan. Narxi 405 ming so'm. Mana cho'ntaklari bor. Keyin mana bu joyda ham cho'ntaklari bor. Keyin buni siniy svetlari bor. 275 ming so'm siniy sveti. Keyin qishki keyin katta o'lchamdagi jaketlarimiz haqida alohida videomiz bor. Agar bu videoni ham ko'raman desangizlar, bizlarga Telegram orqali murojaat qilsangizlar, biz sizlarga xudo xolasa hamma videolarimizni ulashamiz. Bizga nima kiyim kerak bo'lsa, oyoq kiyimmi, ich kiyimmi, noskilarni ham obzor qilib o'taman deb aytgandim. Noskilarni ham obzor qilib o'tamiz. Hozirda men shu jaketimni yechib, mana bu o'zimni jaketimni kiyib olishim kerak. To'xtab turaring. Men oq noski kiyishga majburman. Nimagaki, bu tufli bilan shimni ajralib turishi uchun, sizga ko'rinishi uchun. Lekin siz xohlagan noskingizni kiyishga haqqingiz bor. Ko'rib turibsiz. Turkiyada ishlab chiqarilgan 28 ming so'mdan zo'r noskilarimiz kelgan. Bu hidli bo'ladi, ya'ni oyog'ingizdan hid kelib turadi, xushbo'y hid. Masalan, bir ziyofatga borib qoldingiz, uyda o'tiribsiz, bir xushbo'y hid kelib turibdi. Qayerdan kelib turibdi deb do'stlaringiz so'rasa, bemalol mana oyog'ingizni shunaqa qilib ko'tarasizda, meni noskimdan kelib turibdi, hidlab ko'r deb bemalol aytaverasiz do'stlar. Noxush hid bo'lmaydi. Xushbo'y hid keladi. Xohlasangiz kalta varianti, mana kalta varianti, xohlasangiz uzun varianti bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan bambuk, paxta aralashgan aralash varianti ko'rib turibsiz. Xohlagan svetingizdan mavjud bizada. Xohlasangiz aytasiz, rasmlarni tashab beramiz. Keyin o'zimizda ishlab chiqarilganlari bor, 100% qalin variantlari bor, yubka variantdagilari bor.
Naskilerimiz 5 ming so'mdan başladı. 28 ming so'mgacha bor. Keyin iç kiyim desangiz, iç kiyimlarimiz ham mavjud. Mana velika razmerdagi tursiyalar mana shunaqa obrazda bo'ladi. Ko'rib turibsiz. 8XL deb yozib qo'yibdi. Narxi 50 ming so'm, ichida 2 donasi bor. Ya'ni ichida 2 donasi bor deganimiz bitta tursiya 25 ming so'mdan tushadi do'stlar. Gelip bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa videolarimizni kuzatishda davom qiling. Sizlarga zo'r kачественный kiyimlarni arzon narxlarda qo'yib boramiz. YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, o'z izohlaringizni, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. BTS pochta tartiblarini tushuntirib o'taman. Viloyatlardan kuzatib o'tirgan obunachilarimiz videoni diqqat bilan ko'ring. Qanaqa qilib sizga bizning oyoq kiyimlarimiz yetib boradi, sizlar boxabar bo'lib o'tirasizlar. Videoni diqqat bilan ko'ring. Viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlere mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 12:30 ga telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 12:30 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz nerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda bizlar sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. Ichana girib, bir dona kiyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizning ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, kiyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichanda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dona kiyim, ya'ni bir dona Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dona dvoyga necha so'mga boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, kiyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizaga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biza yana sizga almashtirib, sizga loyiq razmerni xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada mingdan bir dona bo'ladi desak ham bo'ladi. Uchun esa 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primerishlar ichini ochib, kiyib bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani strafovkamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addini bo'ladi, kiyim puli addini bo'ladi. Keyin bera uyina borib kiyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi, anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Biz almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta puli ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta puli ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dona mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yaramiz. Bir dona kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dona kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biza ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizdan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nima uchun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar
Eğer eldimden to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlere olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustine 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilaman desangiz 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dana pochta bize mesela aşı poçtağızdan bir dana berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dana pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu mesela Xorazmdan mesela hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dana Montana sportivga dvoke keldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Oldin tovarni ölçemiz. Miktarını. 920 gram çıktı. 920 gram var. Bize de 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentda chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Agar gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlar zakaz etsa. ularni o'zlarimiz gabarit o'lchaymiz. Bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi, summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlar obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dana sportiv keyiz, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, hem arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kun ichida uyingizga borib turadi. 2 kun 3 kun. 2 kun 3 kun. Hamma nechadan ne bor? Shahobchasi bor BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha. 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Bütün O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana klik orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizda 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilaman desangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlarga zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, primeshchilar bor. Ko'rib turganingizdek 200 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda BTS pochtaning shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ham yo'l narxlari arzon bo'ladi, ham siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Biza optim narxda giyimlarni sotganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini biza o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, giyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashtirib berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000 dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral brend 9 etajli domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qarang, Oxim Muhammadchida bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa sen Murat Maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral brend manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral brendning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shuni olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyr bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi
yodgorligini oldindan doğrudan-doğru Kral Brend'e keladi. Siz Jaloliddin menga berdi. O'ng qo'lingizda qoladi Tomar Esnur. Chap qo'lingizda qoladi. Doğrudan-doğru burilming desangizlar Kral Brend'ning manziline Murat Maqsad перекресткасына duch kelasizlar. Ya'ni topishimiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum 5 ni ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 ni ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l ochish qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar Kral Brendning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасini qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Hunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, bitgan dom. Shuni eldinda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda, unda bir charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brendni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topishimiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostına mestani topdim deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'rat tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.